Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Yaxshimisan? Kayfiyating yo'q. Do'stim Shanjar Amerikadan keldi. Ikki do'stlarim yalmaganda mehmon qilishyapti. Bugun esa meni kelmaydi. Bahsga qarshi hali maoshini ham olganim yo'q. O'shanga bahsga Voy bolam, ne boshing qotadi? yo'q. Mana buni olgin deb. Yechmang. Do'stlarim voy, dushmanim emas-ku. Meni boricha ko'rsin. Sen kamchilik yo'l bo'lasan. Yo'q, rahmat, zo'r o'tirdik. Ertaga men seni korxonada kutaman. Yangi ishingni ertadan boshlagin. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alloh albatta yordam beradi. Faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak.